Assalomu alaykum. Mana 19-oktyabr kuni ishni yakunladik. Yaypanda. Endi uy egasiga topshiryapmiz. Lichovoy sistema qildik. Bitta sistemani to'ldirishga bitta nasos qo'yganmiz. EPA. Yoqib, xudo xolasa mana topshirdik. Uy egasiga ham mana paydachalari ketishi 70. Obratkalar 55. 25 ga 6 dan ikkita nasos qo'yganmiz har doimgidek. Gidrostabilkalari. Katyolimiz vatandan oldik, o'zimiz ishdan olib yurardik. Katyolimiz yonishlari. O'ta go'zal. Tog'a, ishlar ma'qulmi sizga? İşler ma'qul, rahmat. Alloh tanlayni sahat qilsin. Topganlaringga baraka bersin. Shu usto'komaga rahmat. Ama ishlarni bir qoyib qildi. Necha kun xizmat qildik? 6 kun, 6 kun, bir hafta ketdi. Shularni qo'yib mana rahmat topshirdi. Mana topshirdi bizga. Ishlar yoqdimi tog'a? Ishlar yoqdi, rahmat. Zo'r. Bo'ldi. Hammaga tavsiya beraverasizmi? Hammaga tavsiya beraman. Shu chaqirib qildiravringlar. Biz mana shu Yaypanda elimizni hozir xizmatida bo'lgan Nodir opamning dadasi bo'ladi bu. Shu opamiz Instagram orqali ko'rib bizni olib keladi, o'sha yerga telefonlashib, shuna xizmatini qilib berib, yoqib berib, tekshirib berib ketyapmiz. Xudo xolasa ishlar hammaga ma'qul. 13 ta radiator qo'ydik. Hammom to'litlarigacha radiator qo'yib yubordik. Mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, hammalaringning xizmatlaringdamiz. Bizlarni ham o'zimiz o'rnatib berdik. Hammalaringga xayr.